She'rlaringizni o'qib chiqdim. Ko'pi sevgi, muhabbat haqida, aksariyat qismi. To'g'ri, yoshsiz. Shuning uchun ham mana shu mavzu haqida ko'proq she'r yozyapsiz. Lekin sizga meni maslahatim vatan, ona, oqibat haqidagi mavzularda ijod qilsangiz yanada yaxshi bo'ladi. Men sizga shuni tavsiya qilaman, ustingizda ishlang, ijod qiling. Xo'p bo'ladi. Men sizdan kutib qolaman. Xo'p, rahmat sizga. Sog' bo'lasiz. Navbatdagini aytib borasiz. Xo'p bo'ladi, rahmat. Omad. Xo'p. Mumkinmi? Keling. Ijodlarimdan charchamayapsizmi? Hormaganda. Salomat bo'ling. She'rlarimdan xabar olaylik keldim. Hurmatli janob Payxoni. She'rlaringizni qayta-qayta o'qib chiqdik. Xo'sh. Qayta-qayta ta'sirlanib, qayta-qayta kuldik. Qarang. Soch haqida she'r yozibsiz. Soch haqida. Saratonda soch oldirib, shapkani yechish kerak. Sartaroshga shart borib 10 mingdan kechish kerak. Ana, bu nima mantiq bu? Ha? Nima mantiq? Nima falsafa? Keyingisini aytmaysizmi? Paypoq haqida. Sizni bu paypog'ingiz bizning mushtariylarga, o'quvchilarimizga nima ahamiyati bor? Oq ko'ylakni xotinim issiq suv quyib yuvar. Paypog'imga kelganda Pretvagaz kiyib yuvar. Chiqqan fikrmi? Endi ilhom kelgan, ijod bu. Ilhom kelgan ekan deb har narsani bir narsa deb to'ldirib bizga olib kelaverasizmi ko'tarib? Ey, bu nima degan gap? Bu nima degan gap? Keyingisini aytmaysizmi? Tovuqlarim donini o'lchab berar tarozim, 10 ta tovuq ichida ozib ketdi xo'rozim. Real voqealarga asoslanib yozganman bu she'rimda. Sizga aytsam. Ey, bu she'rlaringiz bilan bilmadim siz nimani ko'zlagansiz, nimaga erishmoqchisiz? Aytingchi. Iltimos, bu she'rlarim men mashhur bo'lishim kerak, el tanish kerak. Shuning uchun iltimos, qaysi bir yoqqanini shu tahririyatda yoritib bering. Bu matbuot orqali mushtariylarga uzatadigan narsa deb o'ylaysizmi siz mantiqan? Ha, nima deb o'ylaysiz? Shuncha she'rlar chiqyapti. Nima meni she'rimni yoritmaysiz? Yoritib berasiz. Agar sizning ham she'rlaringiz ma'noli, mantiqli, ibratli, odamning fikrini ozgina bo'lsa ham tortadigan bo'lganda, biz albatta chop yetkazardik, chiqarardik, sizni tanitishga harakat qilardik. Na bu she'rlarda mantiq, na ma'no bor, na bir tarbiya bor. Mana she'rlaringiz o'zingizga buyursin, esdalikka olib qo'ying. Tahririyatda yoritmaysizlarmi? Umuman ilojisi yo'q buni. Yoritmaysanmi? Yoritmasang yoritma. To'lqos. Mana qaragin, kecha men O'zbekiston xalq artisti Po'lat Said Qosimov bilan rasmga tushdi. Qani? Qani nechta like bosishgan? Mana qara. Zo'r-ku. Albatta, Ye, shoir ham kelyapti. Assalomu alaykum shoir aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar yigitlar? Qayoqdan kelyapsiz? Hey, qayerdan kelyapsiz deysiz? Xafa bo'lib kelyapman. Mana tahririyatdan kelyapman. Qancha mana she'rlarimni Oynai jahon orqali, mana gazetalar orqali mashhur bo'lishni istagandim. Bular esa qayerda yo'q saviyasi she'rlar yozgansiz, ma'nosi yo'q. Odamlar bundan o'ziga bir chiroyli xulosa chiqara olmaydi deb meni asamni buzib xafa qilishdi meni. Shunaqangi xafa bo'lib uyimga ketyapman. Men bunaqada aytinglar ukalar, meni she'rlarim o'zim qachon mashhur bo'laman, qachon buyuk shoir degan mavqelarga erishaman. Mashhur bo'lmoqchimisiz shoir aka? Ha, mashhur bo'lmoqchiman. Buni yo'li juda ham oson-ku. Yo'q? Ha, albatta. Qanaqa qilib? Hozirgi zamonda uyda o'tirib ham mashhur bo'lishingiz mumkin. O'g'ay. Ha, mana qarang, mana bu telefonda internet, WhatsApp degan narsalar bor. WhatsApp? Ha, WhatsApp. Unga she'rlaringizni suratga olasiz. O'zingiz selfiga tushasiz. Katta artistlar, aktyor, mashhur aktrisalar bilan. Uni keyin gruppaga tashlaysiz. Gruppadelar sizni suratingizda she'rlaringizni o'qib, like bosishadi. Qayribga. Suratingiz tagiga. Keyin ko'z ochib yumganingizcha
mashhur bo'lib ketsiz-da qarasangiz. Yo'q, Albatta. mana shu qada mashhur bo'lib ketamanmi? Albatta, Albatta. albatta. Qoyil. Qoyil. Telefoningiz bormi? Ko'rsatib beramiz. Bor, telefonim bor. Mana. Qani? Mana telefonim. Odamning ustidan kulyapsizmi? Zamonaviy telefoningiz yo'qmi? Mana shu zamonaviy telefon. Yaqinda 3 yil bo'ldi olganim mana. Yo'q, mana bunaqa. Hozirgi zamon telefonidan yo'qmi? Ay, unaqa yo'q-da. Mana bunaqa bor. Mana bunda qilsa bo'lmaydi shunaqa anaqa yo'li yo'qmi buni? Yo'q, bunda faqat gaplashsa bo'ladi. Bunaqa telefon olishim kerak ekan endi, a? Albatta, albatta. Bunaqa telefon olsam mashhur bo'lib ketaman, a? Ha. Rahmat ukalari. Oltin maslahat berdinglar. Mashhur bo'lib ketsam, Mashhur. sizlarga bir pala choyga taklif qilaman. Albatta, albatta. Shu ko'l bo'yda yashaysizlar, ko'lni bo'yda. Albatta, Ha, she'r qilamiz. Bo'ldi. O'zim topib olaman. Rahmat sizlarga. mayli, Xursand bo'ldim, xursand bo'lib ketdim. O'ylab o'tiribsizlarmi? Rayhona qizim. Labbay, Qani? qo'shnimizga chiqib ketuvdi dada. Shunaqami? Aytmoqchilik, Sarvarga maktabga yangi kasb-shim olmoqchi edik-ku. O'shani pulni qayerdaligini bilmaysanmi? Ana tokchada turibdi. Qayerda? Tokchada. Tokchada? Kasb-shimni puli. Mayli, to'qlaqmi, o'tiringlar. Qizim, o'g'lim, to'polon qilmasdan o'tiringlar. Xo'pmi? Men bozorga ketyapman. Ayol so'rasa, telefon olganib bozorga ketdi deysan. Tushundingmi? Ha. Dada, kasb-shimni pulini joyiga qo'yib qo'ying, opam kelsa urishadi. Nima deganing u? Ama ertaga telefon olsam, telefonda men mashhur bo'lib ketsam internetlarda, hamma ko'rsa, menga pul keladimi? O'shanda senga har xil kasb-shim olib beraman. Qizil deysanmi, yashilmi, ko'kmi? Tushundingmi? Mashhur bo'lib ketamiz. Oilaviy mashhur bo'lib ketamiz. To'polon qilmasdan, aql o'rgatmasdan jim o'tirlar. Tushunarlimi? Ayol kelsa meni bozorga ket deysan. Xo'pmi? Jimgina o'tirlar. Telefonlar bor, telefonaman, telefon sotaman. Eng so'nggi modeldagi telefon. Olaman, sotaman. Kelib qoling, telefonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormat, yaxshimisiz? Sog'liqsiz? Keling. Xizmat. Bozor ichida savdo qilasiz. Bu yoqqa kelib qolibsiz? Nimasini aytasiz aka? Telefon olaman, telefon sotaman. Kecha o'g'irlangan telefon qo'limga tushib qoldi aka. Sal qoldi aka, ketib qolishimga. Nimaga? Bilasiz-ku, o'g'irlangan telefon sotib bo'lmaydi. Shunaqa deng. Mabodo ular o'g'irlamaganmi? Yo'q, aka, o'g'irlanmagan. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Bu ishonchli telefon aka. Shuning uchun ham ko'nglimni to'q qilib shu yerda sotyapman aka. Salomat bo'ling. Meni tanidingizmi? Shu tanigandayroqmanda qayerda ko'rgan ekanman, tilimda uchida turibdi. Shoir Payxoniy. Ha, shoir Pinxoniy. Yo'q, Pinxoniy emas, Payxoniy. Nega endi Payxoniy deb qo'ygansiz? Hozir shoirlar ko'payib ketgan. Saviyasiz shoirlar ko'payib ketgan. Qalaqangi she'rlar yozadi, odam tushunmaydi. Ma'no, madrasa degan narsa yo'q bular she'rlarida. Meni she'rlarimni o'qigan odam zavq oladi, zavq, ta'sirlanadi. Shuning uchun o'sha meni she'rlarim bularni bosib payhon qilib tashlashligi uchun Payxoniy deb taxallus qo'yganman. Shu telefonlarga bag'ishlab bitta she'r aytib bering-chi. Ha? Telefonga bag'ishlab. Shu telefonga. Ha. Shu telefonga bag'ishlab hech she'r yozib qalam tebratmagan ekanman. Mayli, sazazi o'lmasin, hozir to'qib beraman. Hozir. Ha, keldi. Kecha kechqurun uxlolmay chiqdim tonggacha. O'g'limni yig'latib, kasb-shim oladigan puliga telefon olay deb keldim sizning yoningizga.
Ya qo'yman. Qalay? Zo'r chiqdi. Aka, mana shu telefon sizbob telefon aka. Ixchamgina aka. Rasamoz, interneti bor, diktafoni bor, rasmga tushiradi aka. Bu mana shu ya? Ha. Bu bunaqa buzuq telefon aka-ku, ishlamayapti bunaqa bossa. Tushundim aka, sizga sensorli telefon kerak. Shundaymi? Mana shu aka sensorli telefon bo'ladi. Juda katta qulayliklarga ega. Hamma sharoiti bor aka. Internet deysizmi, o'yinlar deysizmi, hamma programmasi bor. Mana bitta selfie qilib rasmga tushiramiz hozir. Qani? Selfie? Selfie aka. Qilsa bo'ladi. Albatta mana. Menga shu selfie. Men kulib tushing aka. Ana. Ana, ko'rdingizmi aka? Endi bu tushgan rasmimizni hozir internetga qo'yib joylashtiramiz. Ko'rdingizmi? Ye, mashhur o'qataman. Mashhur bo'lasiz aka. Eldi ichida mashhur bo'laman endi. Eldi ichida mashhur bo'lasiz aka. Hamma ko'radi. Siz eng mashhur suratlaringizni olib internetga bosasiz, like bosishadi. She'rlaringizni ham qarsillab o'rnataverasiz aka. Ye, qoyili. Nemajon? Mana shu Gulistonga men har kelganimda juda ham katta o'zgarishlarni his qilaman. Mana yaqinda ham bir davlat tadbirlari bilan kelib, xalq bilan uchrashuvlar qildik. Mana shu xiyobonda ertalab tong saharda o'tirdim. Yerga qarayman, bironta pista po'choq, yo bir sigaret qoldolari yo'q. Bunaqa ozodagarchilik. Mana bu gullarni qarang, ana bu rayhonlarni qarang. Ko'zingiz qamasa. Ko'zingiz quvnaydi. Haqiqiy, men aytaman endi mana bu yerda nafaqat bu yerda bu aylanib yurishadi. Mana bu kitob do'konni ko'rib havasim keldi. Mana ichiga qarang. Nima qilish kerak? Bu yurtni yaxshi ko'rish kerak. Albatta. Guliston endi nomiga yarasha haqiqatan ham Gulistonda. Assalomu alaykum. Alisher aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshimisan? Salomatlik ko'rishadi. Qalaysan? Qani kel Alisher aka, xo'sh. bunga bir duo qilsangiz, biz ajoyib san'atkor bo'lmoqchi sizga o'xshab. Nima deyman men? Niyat qilib mana ixlos qilib olib keldingiz. Avvalambor men o'xshagani yaxshi, lekin men bir ulug' joyda o'tiribman. Mana shu Gulistonni markazidagi bir go'zal bir jannat makon. Ana bu yerda bizning bobomiz Alisher Navoiyning haykali turibdi. Shu Alisher bobosiga o'xshasin birinchi. Ma'rifatparvar, ilmli bo'lsin, o'qimishli bo'lsin. Ko'p kitob o'qigan. Yaxshi o'qisang, zo'r san'atkor bo'lasan. Bu nima qiladi? Aktyorlik. Qo'shiq ham aytadi. Qo'shiq ham aytasanmi? Qo'shiqqa. Bir eshitamiz. Eshitamizmi yana? Nera yaqinda o'tiringiz. Qani eshitamiz. Hey do'stim, ey do'stim, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Barakallah. Eng avval onangga yaxshilik qil. Voy mana. Ya xorbeylar. Assalomu alaykum. Assalom. Ya Alisher aka. Ya Alisher aka, bormisiz? Alisher aka. O'zi borgilay, voy akajon. Qanaqangi mashhur aktyor. Ya Alisher aka, keling. Bitta selfie tushaylik Alisher aka qarang ikkalamiz. Qani yurmay. Mana qarang. Voy, top aka. Men ham sizdan mashhur bo'lsam deyman akajon. Mana mashhur bo'laman Alisher aka men. O'zi mashhur ekansiz. Juda mashhursiz. Rahmat. Sizga mashhurlik kerak yo'q. Rahmat aka. Juda mashhursiz, ha. O'tiravering. Mayli, salomat bo'ling. Voy dabdala qildi. Voy bu madaniyati bormi? Alisher ko'rding? Mana shunaqalardan saqlasin. Bunaqalardan qoch. Sen bunaqa bo'lma. Undan ko'ra mana bu xiyobonda Murodjon, hozir yerda kitob magazinlarini ko'ryapman. Har kuni olib keling shu yerga. Har kuni kelib kitoblar o'qisin. Qarang.
shuni qara. Boshdan o'rtording selfie. Qo'y endi shuni. Jahlingiz chiqqanda bir chiroyli bo'lib ketasiz. To'g'ri aytasiz. Selfie kerakli narsa. Selfiega tushgan odam mashhur bo'ladi. Qani Qayerdan paydo bo'ldi bu odam? qara. Nima keragi bor aka? Nima keragi bor? Tanimagan, bilmagan. Mana, qaranglar. Nima keragi bor aka? Selfie mashhurlik keltiradi ukajon. Iloyim baxtli bo'linglar. Iloyim yaxshi qiz ekansiz. Biri oldimda qo'yli. ishga bordi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat. O'g'ilchangizmi? Ha, biz o'g'iltoy bo'ladi, ha? Salomat bo'ling. Rohatini ko'ring. Bir narsani his qilyapsizmi? Yo'q. Hech narsani his qilmayapsizmi? Yo'q, hech narsa. Sen ham his qilyapsizmi? Axir men sizga, siz menga o'xshaydi ekansiz-ku. O'g'ay. Ha, qarang. O'xshaydi ekan, dadang. Ha, o'xshaydi ekanman. O'xshaydi ekan-a? O'xshaydi. Endi sizga aytsam, men she'rlarim o'zim mashhur bo'lish uchun selfie tushib mashhurlikka intilib yurgan insonlardan biriman. Shuning uchun siz bilan qarang, o'xshaymiz-ku, kalamiz shunday suratga tushib internetga qo'ysam, undan ham mashhur bo'lib ketaman. Shuning uchun bir suratga tushsak, nima deysiz? Yo'q, aka. Endi yodimga o'g'day. Endi yodimga endi aka, kulib turing. Rosa menga o'xshaydi ekansiz. Shunday suratga tushib olaylik. Qarang, qo'yavering. Ha, qarang endi yodimga kilik. Qarang. Kilik, yaxshilab kilik. Chiroyli kilik. Bo'l, aka. Ana. Rahmat sizlarga. Otang ko'rsa menga o'xshaydi ekan. Bobong ham balkim o'xshar menga. Salomat bo'linglar. Omon bo'linglar. Rahmat. Ke o'g'lim, bu yoqqa ke. Qarang. Katta odam qara, qilgan qilig'ini qarang. Selfie deydimi? Undan ko'ra, kitob o'qib yo gazeta o'qisa bo'lmaydimi? Yoshiga to'g'ri keladigan ish qilmaydi. Hayron qolasan-da. Hormak aka. Yep, hormak. Mashinasi rosa antiqa ekan. Keling, bitta Nimasi antiqa? Bir uyum temir bu. O'zi Sheyx xo'jayin qo'ng'iroq qilib jonimga tegib, "Salomat selfie pelving bilan boshingga qarab." Odamlarga ham hayronsan. Yur dedim, padaringga la'nat, yur. Bo'lmasam hozir metalonga topshirib yuboraman. Bu yurdi. Hozir yetib boraman xo'jayin. Assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum aka. Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat xudoga, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Mana bu teatrda rahbari siz bo'lasizmi? Yo'q, men rahbar emasman. Kostyum shum kiyib galsa qo'yibsiz-ku. Endi kostyum shum kiyib bo'lmaydi aka. Men direktor o'rinbosariman. Direktorimiz mehnat ta'tilida. Xizmat akajon. Rahmat, salomat bo'ling. Do'stim, shu desiz, men selfiega yuribman. Mana bu teatr baland, mana viloyatda eng katta bino. Shu baland tepasiga chiqib bir dona shundaygina selfiega tushsam nima deysiz, a? Eng tepa joyga chiqibmi? Ha, mana shunday selfiega tushsam, iltimos. Shu joyda akachi sizni? Ha? Axir yiqilib ketsangiz, bola chaqangiz uoliga qolaman. Xavfli. Yiqilmayman, qo'rqmang. Yo'q, ruxsat yo'q akajon. Yo'q, tushunmayman. Men qarang, mana tushgan selfilarimni ko'rib qo'ying, mana selfini. Mana shaxsan mana amerikalik aktyor meni selfiga taklif qildi. Ana Arnold Schwarzeneggermi? Arnold Schwarzeneggerni shaxsan o'zlari. Qoyil aka. Mana
undan keyin xuddi Hindistonga kelib, mana Printozinto bilan mana selfie. Printozinto emas, Printizinta. Yer vazaradagi-yu. Ha, ana shu aktrisa, undan keyin mana Shohruxxon bilan tushdim. Ha, ana. Qoyilga gap yo'q. Mana muxlislar bilan ham tushdim. Mana muxlislar bilan. Akajon sizga qoyil. Ha. Lekin bu xavfli-da. Qancha yoshlar insonlar tepada selfie qilaman deb yiqilib, mayib majruh bo'lyapti, olamdan o'tyapti. Shularga ham hayronman. Yerda suratga tushsa nima qilarkin? Bu xavfli akajon, meni to'g'ri. Nimaga xavfli bo'lar ekan? Hech qachon men xavfdan qo'rqmayman. Bu yo'lda, mashhurlik yo'lida men hech qachon xavfdan qo'rqmaganman. Kecha Toshkentga borib, hayvonot bog'ining rahbarining qo'liga 5000 so'm pul berdim. Mana Garello bilan bitta qafasga qamadi. Ikkalamiz mana qo'rqmasdan men selfiga tushdim. Bo'lmasa odamni burib o'ldirib qo'yadi. Tushundingmi? Mana qo'rqmasdan tushdim. Qoyilmisan? Sen ham o'zingni 1 so'm rizqingdan qiynalib o'tiribsan. Xavfli-da, to'g'ri tushunasiz. Tushardim selfiga. Nima bo'ldi? Hala, kulib tur, selfie qilamiz, kulib tur. Amaki, qanday kulaman, hamma joyim og'rib yotibdi. Yosh bola yiqilib katta bo'ladi-da. Internetga qo'yib qo'yaman. Sen ham mashhur bo'lib ketasan menga o'xshab. Xo'pmi? Ana, keling. Ana. Avgam, yana keldingmi? Yana keldim aka, yana keldim. Yana o'sha dard. Yana o'sha dard. Yana o'sha dard aka. Ha, sevgan qizim yana tashab ketdi aka. Bugun mana to'yi. Mana yoshing 40 ga kirdi. Lallayib yuraversang, tegib ketadi. Ha, sen teginlar nevaralariga to'y qilyapti. Sunnat to'y qilyapti. Hali sen to'ying bo'lmagan. Yana o'sha qo'shiq so'rab keldingmi? Aka chaling o'sha. Alamjonni choling, shu bugun Alamjonni eshitib bir alamimni to'kay yurakdan aka. Sen uchun 200 marta aytdim. 201-marta ham aytib beraman, ukajon. Yot uyda yor bo'ldi. Voy Alamjon, jon alam. Yor o'zgaga yor bo'ldi. Voy Alamjon, Voy Alamjon, jon alam. Ya qo'yilik, hofiz 5 yoring. Bunaqangi san'atkorning ovozini birinchi marta eshitdim. Ya qo'yil. Qo'yilik uymanglar, qovoqlaringizni osmanglar. Bitta selfie qilamiz, selfie. Aka, selfie. Ala, kulib turinglar. Butun dunyoga mashhur bo'lamiz. Ana, kiling. Qanaqa selfie, qanaqa odamsiz? Bala, mashhur bo'lamiz. Bitta odam o'laman deyapsiz, kulasiz. Kiling, mashhur bo'lamiz, dunyo taniydi. Va 22 yildan beri bunga Alamjonda aytaman. 40 ga kirdi, hali uylanmaydi. Yana sevgan yori tashlab ketdi. Ya 40 ga kirding, sen teginlar nevarasiga to'y qilyapti. Jonimga tegding. Jonimga tegib ketding. Men senga hofizmanmi Alamjonda aytaman. Bu gitara ham birovniki. Uylansang uylan. Uylanmasang mana shu gitara bilan boshingga solaman hozir. Yo'qol! Ya astagfirullah. Shunaqa ham odam bo'ladimi ya? Qip-qizilmi deyman ha? Tinchgina uyimga yetib olay.
Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Keling, siz bilan shunday selfie rasm tushib olaylik. Voy, amaki uyalmaysizmi? Yoshingizga yarasha ish qilsangiz bo'lmaydimi? Uyatay. Men nima gunoh ish qilyapmanmi? Shunaqangi mashhur Qoching insonlar yana, bilan suratga tushganman. Yo'q demang. Singlim. Yo'q aka. Nima? Nima qilyapsiz? Nima qilyapman? Selfiega tushyapman. Sen balig'ingni masal tutaver. Senga xalaq qilganim yo'q. Tushundingmi? Qilyapsiz? Ha, seni singlingmi bu? Bu mahallada hamma qizlar meni singlim bo'ladi. Men selfiega tushyapman mana, selfiega. Men ortga ish qilganim yo'q. Selfiega tushmoqchimisiz? Ushmoqchimisan? Nima demoqchisan? Qarang. Nima deysan? Aka, selfiega emas, suvga tushasiz.